Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 12. bab. Qısaskar Xanım. 1. Miladiya 1694 yıl bahar. Appaq Xoja taxtga chiqqandan keyin qaytadan remont qildirib bezalgan Shohnishinning tam to'g'risidagi oltin suyi bilan hal berilgan naqshlari, oyuq, takchilari, to'riklari quyosh nurida valildab ko'zni chaqatdi. Xalqqa qatma-qat zulm silib, jug'lagan xazinning har yili Mo'ng'ul xoni G'aldonga ulpan avatib, eshib qolgan qismini hashamatlik o'rda qurilishiga, aysh-shiratlik turmushga ishlatgan edi. Bekor yeb, vujudidagi harom kuchlarni singdirolmagan so'pi darvishlar to'xtamay jari sama selishib, sakrishatdi, to'lishatdi. Ocharchilik, nomratchilikning dardini tatiyotgan xalq ojiz ingraytdi. Ocharchilik, nomratchilikning dardini tatiyotgan xalq ojiz ingraytdi, zorlaytdi. Bütkül Saidiya ilkida İşan xonliq saltanati hukm surgan 10 necha yildan buyon Appaq Xojaning tashabbusi bilan an'anaviy bayram murosimlar, No'ruz, Qorliq tashlash, Maysa bayrami, 30 o'g'il mashribi, uruq silish murosimi, bazma mashrab, bayga, o'g'loq tortishish, darvozaliq, sarg'aydi, chelishish, chavgon, jangbozlik mahorati, mushoira kechiligi qatorliq ko'ngil echish faoliyatlari butunlay cheklangan edi. To'y-to'kun, hayit oyam, mehmondorchiliklarda halqa suhbat, jari samola qaynaydi. Appaq Xoja xalqni bu dunyoning rohat farog'atidan qo'l uzib, tarki dunyolikda yashashga, boylik, go'zallik, maishat, o'yin tomosha, kiyim-kechak, yemak-ichmak, uy turalg'u qo'g'lashmaslikqa undigini bilan xalqqa qat-qat zulm silib, o'rdini bir qitim yasab, remont qilib bezab chiqqan edi. Kunda degudak elib berildigan mo'l o'rda ziyofati tam to'g'risirgacha oltindan yasalgandek ko'rindigan hashamatlik shohnishinda yoki o'rda beg'idagi qasr saroylarda o'tkazilib turadi. Nag'ma navo, mashrab usul, mushoira, ilmiy munozirlardan mustasno o'tkaziladigan bu ziyofatda yemak-ichmak to'limu mo'l edi. Yemak-ichmak to'limu mo'l bo'ladi. O'rda arkonlari turli taomlarni oldidan oshqucha yeydi. Opqurlab sharoblarni ichadi. Nasha banglarni xumardan chiqqucha chekatdi-da, oxirida sapoylarini joldaqshitib, chog'nicha hukmat o'qib, soma silib, jari tortishadi. Saltanatlik Shohnishinning xonaqoga o'ylanib kelayotganligini hech kim xiyoliga keltirmaydi. Xalq osh-zorliqda ingraydi. O'rda arkonlari xuddi giliga harom turib qolgandek jari tortishadi. Bugun o'rda ziyofati amdila boshlanib turishiga Shohnishinga paloqlab kirgan hudaychi Appaq Xojaning oldiga kelib, beshini to'van sog'inicha qo'l bog'ladi. Qutbul Aqtab İşan xon Xojamga ma'lum bo'lg'ay. Xo'sh, dedi İşan hudaychiga ko'zining qirida qarab. Qashqardagi Xojizodam dargohidan jiddiy ma'lumot keldi. Qani xo'sh. Xojizodam yo'llagan ma'lumotda shundoq deyilibdilarki, Yog'dudagi janobi Mazar podshohi Buzruk maqbarasining gumbizi yana ko'mirilib tushib, 50 dan ortiq ustikor ishlamchi qazoga uchrabdi. Hidoyatullo İşanning birdilla qapqi turildi. Dadisi Xoja Muhammad Yusuf İşanning mazar maqbara qurilishiga ish boshlagan 1 yildan beri gumbaz qurilishi faqatli o'ngishli bo'lmayotdi. Bu qitimqisi maqbara gumbizining 3-qitim gömürilib tushishi edi. Gumbaz har qitim o'rilib tushganda, sulki soqiya muritlari el ichida turli fitna fasodlarni taqitib, avomni xon İşan saltanatiga qarshi chiqishga qutirtatdi.
Muşu iş sabablik Appaq Xo'janing el orsidagi inovitimi xilla to'kilgan edi. Uningsizmi joy-joylarda ko'plab selinayotgan mazar, xoniqa hoshiridan jaq to'ygan xalq qochqudak joy topolmay amalsiz livini tishlab turvatadi. Bu zodi qandoq ishdir? Yaratgan egam bu muborak ishni maqbul ko'mayvatamdu ya. Cennet makan, mazar padişahi, pederi buzurgum, düşümde bisharat bergen bu katta işni Allah Taala egemning maqbul ko'masligi zinhor mumkin emas. Haq rost. Uza kuni düşümde Janobi pederi buzurgum tolumu xafa ko'ringanda qilibdi. Aslida mushu kelishmaslikning bisharati ekanda ol mübarek maqbara gumbizining 4-martaba gömürilib tushishidan hazar aylash kerak. Balkim saltanat ishlariga ziyoda muvakkal bo'lib, mazar podshohimning yotgan muqaddas qadam joyini patba tavab qilib turmaganligim uchun ulug'lar bu kelishmaslikni ravo ko'rib bishorat bergandir. Baray qadam joy muqaddas mazarni tavab qilay, ulug'lardan madad tilay. Ammo Hazrat mazarini tavab qilg'ili Qashqarga borsam, bu saltanatga kimni muvakkal qilsam bo'lur? Vali ahdi saltanatning hudisidan chiqalarmi? Appaq Xo'ja chigish xiyollar ilkida das o'rnidan turdi-da, nima deyishini, nima qilarini bilmay o'ng'ib turgan o'rda arkanlarga qarabmi qo'ymasdan shohnishindan chiqib ketdi. Mazar podshohi Piri buzurgimning maqbarasini tavab qilish niyatiga kelganliklari xo'ymi bilan ish bo'pti, oliylari, dedi Appaq Xo'janing maqsadini tushungan Malika Muhtaram xonim darhol ifoda bildirib. Ol muborak tavabgohning gumbizining uda 3 martam to'xtamasligi bir kelishmaslikdan bishoratdir. Janoblari butkul ahli suluk ummatlarining qutbul ahtabidir. Navada birli kashfiyu karomat bilan ul gumbazni mustahkam qisila el yurt orsidagi fitna fasodlar besqib tasarrufimiz ichida inovat obro'ylari hassilab oshqusidir. Uningsizmi ul muborak qadam joyni tavab qilish yo'llari bor edi. Ulug'lardan, mazar mashoyixlardan madad tilmaklari joizdir. Appaq Xo'janing ostonini, saltanatni, taxtni vaqtliq tark etib Qashqarga berishi uzundan beri muvaffaq payt kutib turgan Malika Muhtaram xonimning ko'ngliga pukkan maqsad muddosini amalga oshirish uchun kam tepiladigan foydali fursat edi. Shunga u Hidoyatulloh Ishonni Qashqarga berishga undab, hadab, maqtab uchirmoqda edi. Ammo ki, dedi Ishon ko'nglidagi andishisini yoshirmayla. Saltanat pasibansiz qilib, biror kelishmaslik bo'lib qilishidan ansirab, ko'nglim beqarordir. Zinhor beqaror bo'lmag'ayla xon xo'jam. Vali ahdlari bor emasmi? O'g'o, shundoq. Ammo vali ahdi texi kichikdir. Saltanatning hudisidan chiqalg'uchiligi yo'qdir. Vali ahdi janoblari xon xo'jamning pushti panohidir. Hazratimning vujudidagi barcha ulug'liq, aql farosat, ilm istidod, axloq fazilat, adolat va shafoat ul vali ahdlarining vujudiga tamomiy mujassamlangandir, dedi Malika so'zlab. Bu yil vali ahdimiz 14 yoshga kirib, cho'p-cho'nglar yigit bo'lib qoldi. Xon xo'jamning yo'lvostak kuch-quvvatga to'lib, shirdak saltanat surayotgan mushundaq osoyishlik zamonasida vali ahdiga saltanat ishlariga muvakkal bo'lishni o'rgatgach turg'unning
сәлтәнәт юсылырдан хәбәрдар болғаш тұрғынның пайдасы баки, зинһар зейни yo'qdir. Alilari Xo'jazodimizni vali ahdi qilib, yorliq tushirgandikin, qilchilik beqaror bo'lmay, u saltanatga posibon qilib, janobi Mazar podshohi padari buzurgimizning maqbarasini xotirjam tavab qilg'ay. Navada xon xo'jam yanli xotirjam bo'lamsa, shuni misamiga sep qo'ymoqchimanki, vali ahdining bizlarkim xon sultonlar pushtidan bo'lgan saltanat yurtlarchilik yusulardan to'liq xabardor validasi bordir. Gerçi biz bir ojiza bo'lsaqmi, o'z vaqtida tumanlagan lashkarlarga sarkarda bo'lib, janggohlarda bahodirlik ko'rsatganmiz. Man degan bahodirlar bilan yakma-yak erishganmiz. Бүткіл орда ясауларға әмір болып, сипах бәгілік мәнсіпіде отырғанмыз. Бұл ішланы хан хожам текче ұнтып қамығандыр деп ойлаймын. Мәлике Мөхтәрәм ханымның бұл сөзірні аңлап, Hidayatullah Ишан мейқыда күлді. Мөхтәрәм Ağçı ханымның ол замандaki бадырлықыны қандақмы есімізден шығарғаймыз. Ул bahadırlıqlarga qaylı boğanlığımız üçünla işqi pıraqlarıda köygənmiz jenim Ağca. Hidayatullah Ишан şundaq dedi de, oyacan bilen Melike Mөхtərəm xanımni bağrıga bastı. Özlerini tutuvasla xan hocam, dedi Melike Mөхtərəm xanım İşanның meydisini nazlıq bilen iştirip. Şu tapda Hazretimni Qashqardagi çoğ ağçıları töt göz bilen kütüp duruptu. Özlerini çarçıtıp almağanları evzel. Melikemning ishqi piraqi kavab qilgan bol yurakni ol Ağca zinhar sagitanmas. Visal şarapları bilan Qashqarga uzutib qo'ysala Melikem. Hidayatullah Ишан shundaq dedi de, Melike Mөхtərəm xanımga texmi bak chaplashdi. Hidayatullah Ишанның Qashqarga berish qaroriga kelganligidan xotirjam bo'lgan Melike Mөхtərəm xanım o'zini Ишанның ixtiyoriga topshirdi. Appa xo'ja atisi atdiganda barliq orda erkanlarini shohnishinga yig'ib, o'zining Qashqarga Mazar podshohi Buzruk maqbarasining gümbüzni to'xtatish uchun tavobga bordiganligini, Vali ahdi Hasan xo'ja naib xon bo'lib, o'zi qaytib kelguncha yurtlarchilik ishlarini tizginni tutib turdiganligini, barliq orda erkanlarining uning farmoniga shartsiz bo'ysunishi kerakligini jakarildida bir qism amir so'pi darvishlarini agashtirib Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Ikkinchi, Hidayatullah Ишанны Qashqarga uzatib qo'ygan Melike Mөхtərəm xanım xo'shlashishga chiqqan orda erkanlari bilan o'g'li Naib xon Hasan xo'jani ordaga qaytirib etib, xos kinizak mulozimlarini agashtirib, Oltinliq mozoriga keldida, marhum ulug' Xaqon Sulton Said xonning maqbarasidan boshlab, har qaysi xon sultonlarning qabrisini birma-bir tavob qildi. Aksi Sultan Muhammed Emin Bahadır xanның qabrisi beshiga kelganda uzoqcha sukut turdi. Shu tapda uning ko'z oldidan marhum aksining jasur, ammo sodda turqi, qomatlik gavdisi, muzdavan etikidagi jilg'ida Jo'ng'ar aqsunyaklarining lashkarlarini qopsib elib borgan hayvatlik jang. Ostanni muasirga elish jarayonida Hidayatullah Ишанның sarkarda lashkarlari bilan elib borgan janglar. Saidiya xonliqini saqlab qilishni ko'zlab, Hidayatullah Ишан bilan tuzgan sulhi Melike Mөхtərəm xanımni Hidayatullah Ишанға yotliq bo'lishga qilgan nasihatlari birma-bir o'tdi. Muhammed Emin Bahadır xon Melike Mөхtərəm xanımga yolg'iz aka bo'lib qolmasdan hem ata, hem meslektaş, hem septaş bulup qalğan edi. Şuna o Muhammed Emin Bahadır xonni her qitim esliginide ko'z yoshları bahar yağmuridek tökülüşkü başlaydı. Her öpkü degende tolğan qomati yengil silkinetdi.
Ey aka, büyük saltanatni saqlab qilish uchun nurg'un tirishchanliklarni ko'rsatgan bo'lsingizmi, oxiri nomardlar qilingan suiqasdning begunoh qurboniga aylanib ketdingiz. Shuncha yillardan beri xun qisosingizni elish, xarob bo'lgan Saidiya saltanatini asliga keltirish uchun muvofiq payt kutdim. Alloh taolodan madad tiladim. Yaratgan egamga nolizarim yetib, tilikim ijobat bo'lgan o'xshaydi. Pat fursatda jannat makon babai buzurgimiz Sultan Saidxon oliylaridan miras qolgan oltin taxt Saidiya jamiyatining qo'liga o'tadi. Gerçi men bir mazlum kishi bo'lsammi, bu ulug' ishqa bel bog'ladim. Avval yaratgan Allah egamdin. Ondan qolsa, sizlar ajdodlarning ruhunatidan madad tilayman. Malika Möhterem xonim tavobni oxirlashtirgandan keyin Udul haramga qaytib keldi-da, eng ishonchlik do'sti, haramdagi kinizaklarning boshlig'i Ziba buvining quliqiga asta pichirladi. Ağzı kelamdi yoki o'zimi? So'rdi Ziba buvi o'rnidan turib etib. İmkan bor o'zi kelgay. Haramning qarovulari zinhar tuyib qolmag'ay. Qattiq ehtiyot qilsinlar. Bir osh peshim vaqt o'tganda bir chumbardilik buvini agashtirib haramga kirgan Ziba buvi Udul Malika Möhterem xonimning xos hujrasiga kirib keldi. Hujranglarga chiqib aram ilinglar qizlar, dedi Malika Möhterem xonim kinizaklarga qarab. Kinizaklar Malikaga ta'zim bajo keltirib chiqib ketishdi. Ular chiqib ketishi hamon buvi siyoqida yastab olgan ma'sum xalifa chumbilini ilvatdi-da, Malika Möhterem xonimga qaytadan salom berdi. Assalomu alaykum, xon og'chi xonim. Oltin bo'ylari salomat turdimikin? Va alaykum assalom, dedi Malika salomni ilib. Qani, o'tirsizlar. Ma'sum xalifa pagahda yukunib o'tirib, duoga qo'l ko'tarib, Fatiha qilgandan keyin Malika Möhterem xonimdan qayta tinchlik omonlik so'rdi-da, Malikaning gap qilishini kutib, beshini to'van soldi. Xo'sh, Daniel hocamdan xat xabar bormi? So'rdi Malika maqsadini udulla etmay. Balagardan pir buzurgimiz shu kunlarda dahbitda turyotidu, dedi ma'sum xalifa. Xon og'chi xonimning qandoq farmoni borkin? Kutgan murod maqsadlarimizga fursat kelganda, ul zoti muborakning to'limi yiroq yurtga ketibog'ini obdan bo'lmabdi, dedi Malika Möhterem xonim afsuslangan holda. Qandoq deyla xon og'chi xonim? Dedi ma'sum xalifa bir oz sagaklashib. Eyshan xon hocam vali ahdini noib xon qilib taxtda o'tirg'izib qo'yib, o'zi Qashqarga padar buzrukning maqbarasini tavob qilg'ash ziyoratga ketdi. Xalifamga ma'lumliq, xon hocamning ostandan ayrilmaqi oson emas. Bu rostilla tepilg'usiz yaxshi fursat ekan, dedi ma'sum xalifa birdilla ruhlanib. Balagardan Eyshan pirimiz Sanjudan ayrilish vaqtida Möhterem og'chi xonimning har qanday farmonini bejon dil o'rnishimizni qaytib jikilagan. Gerçi balagardan pirimiz bo'lmasimi, bizlarga muridil soqiyachi g'ozilar ham bordir. Malika oliylari xotirjam bo'lg'ayki, har qanday farmonlarni bejon dil o'rindig'aymiz. Xon hocamning asiyati Mazar Podshoh buzruk maqbarasini tezroq bitkizishda. Ammo Jo'ng'ar xon dargohiga avatadigan ulpansiliq to'liq g'amlib bo'lunmaganligi uchun xarajatdan qisilib qelyotidi. Men 2 tuman sar Saidiya kumush tangisi va 5000 sar oltin tayyorlab qo'ygan edim. Janobi xalifam ul aqchilarni Qashqarga elib berib, xon hocamga hadiya qilg'ay.
Malika Möhtərəm xanım gepini to'xtatib, Ma'sum xalifadan so'radi. Mutaayimni tushunlimi, xalifam? Malika oliylarining mutaasi tushunishlik bo'ldi, dedi Ma'sum xalifa. Ul oltin kumushlar bilan xon xo'jamning ishonchiga erishish tamoman mumkindir. Xon xo'jam to'shqandek sezgur, tulkidek quv, dedi Malika Möhtərəm xanım gepini davomlashtirib. Qattiq ehtiyot qilmoqlik zarur. Qattiq ehtiyot qilmoqlari zarur. Sal-palla chandırib qo'ysalar, hamma tirishchanliklarimiz bekorga ketganning ustiga fursat navbatimi qo'ldan ketur. Albatta, ehtiyotchan bo'lg'aymiz, dedi Ma'sum xalifa. Malika Möhtərəm xanım to'liq nafis yasalgan sanduqdan shoyi ro'molga o'ralgan yong'oqdek cho'ngliqdagi bir tugishni Ma'sum xalifaning oldiga qo'ydi. Bu Hindistonlik savdogarlardan olayda buyurtib akeldirgan o'tkir zuqum. Ash taomga, sharob sharbatga silinsa, hech qanday g'ayri puroq va tam paydo qilmaydi. Imkon bor, tig' ishiltishdan saqlansinlar. Xo'sh, dedi Ma'sum xalifa texmi bak egilib. Yana so'raydiganlar bormi, xalifam? Malika oliylari taomni tayyorlab, oyoqqa usub oldimizga akilib qo'ydi. U taomni pak-pakiz yevtishga rag'batimiz bordir, dedi Ma'sum xalifa mag'rurlik bilan hijib. Malika Möhtərəm xanım heliqi tayyorlab qo'ygan oltin kumushlarni bir necha bo'g'cha kiyim-kechaklarga qo'shib, bir harva sadiqa zakot mol tayyorladi-da, uni harvaga besib, Zibabivi orqali haramdan chiqarib etdi. Harvada xon og'cha dargohiga ziyoratga kelgan buvi chumbilini cho'nqur sog'inicha mukchiyib o'tiradi. Bir haftadan keyin Malika Möhtərəm xanım o'g'li Noibxon Hasan Xo'ja nomidan farmon tushirib, o'rdadagi Hidoyatulloh Ishonning eng sadoqatman, yuqori darajalik qalamdor va alamdor amir baglaridan 10 nachisini adolat sariga kengashga chaqirdi. Janobi amirlar, dedi Malika Möhtərəm xanım o'zining qandoq muhim kengashga chaqirilganligini bilinmay, bexaraman turgan orada erkanlarga qarab. Xon xo'jam Qashqardan jiddiy yorliq avatibdi. Bu saltantimizning lashkari ishlariga munosabatlik muhim ish bo'lganligi uchun tuvan darajalik amir sipahlarga xabar qilmadik. Noibxon shahar sirtiga chiqib ketganligi uchun chaqirib kelishga choparman mangdirdim. Yorliqdan Noibxon oliylari kelgandan keyin birlikda vaqiflang'aymiz. Onungacha birer piyoldan sharbat ishkash o'tirish qayla. Malika Möhtərəm xanımning gepi tugishi hamon xizmatkorlar oltin jamlarga beliq ko'zi qilib sharbat qo'ydi-da, amirlarga kumush patnosda hurmat bilan tutdi. Ular birer ikki jamdan sharbat ishgandan keyin badallari bo'shagandek bo'lib asnashga boshladi. Yana birer jamdan sharbat ishgandan keyin turgan joyiga yiqilishdi. Sharbatga silingan o'tkir zahar ularning jinni ana ashundoq to'ydirmayla olgan edi. Jasadlar oldinala ko'rilgan tayyorlik bo'yicha insi jinga to'ydirmay yig'ishtirildi. Cho'ng ishqa ta'sir yetishidan ansirgan Malika Möhtərəm xanım bu suiqasdlik planni o'g'li Noibxon Hasan Xo'jadanmi sir tutgan edi. Shundoq qilib, ordining lashkari va ma'muriy huquqi bir kundala Malika Möhtərəm xanımning qo'liga o'tdi.